Assalomu alaykum qadrli Cash.uz kanalining obunachilari va tasodifiy tomoshabin. Bugun sizlar bilan 75 kundan buyon ishlab kelayotgan proyekt haqida gaplashamiz. Bu Plant.Don't boti. Bu botni ishga tushganiga 72 kun bo'ldi va 72 kun yoki 75 kun atrofida bo'ldi. Bu bot taxminan shuncha kundan beri to'lovda. Bu bot orqali nima qilamiz? Bu botga kirib start bosganingizda sizlarda xuddi shunday oyna ochiladi va bu yerdagi play tugmasini bosib asosiy menyuga o'tib olasizlar do'stlar. Bu yerga o'tganimizda mana bu 001 va 005 lik planlar tekin. Bularni sotib olish shunchaki sotib olmaysiz, buni botni o'zi sizga taqdim etadi. Buni har 22 soatda aktivlashtirib, tekinga sarmoyasiz ton ishlashingiz ham mumkin. Lekin bu yerda mana ikkinchisini aktivlashtirish uchun task deydi, task, ya'ni kanaliga obuna bo'lasiz va bu yerda do'stlaringizga tarqatish degan narsa bor. Ulashish qilib turib, birorta o'zingizga tegishli chatga shunchaki jo'natib qo'yasiz. Mana men jo'natib yubordim qaysidir bitta chatga va planni bossam avtomatik ravishda bu yerga mevalar ekiladi. Bu yerda bodringni mana 1 ton kiritganman va bu yerdan endi pullarni olaman. Mana hisobimda 1.72 ton bo'ldi. 1 ton kiritasiz va 0.06 ton foydaga chiqasiz. Bu ya'ni mayda plan. Birinchi plan pulli va bu yerda plan 5 bor. Startni bosib, hozir men 5 tonga aktivlashtiradigan bo'lsam, menga 5 u 25 ton beradi. Buni aktivlashtirish uchun 5 ton kiritamiz va 0.25 foydaga chiqamiz. Agar buni ham ochsak, bu yerdagi tariflar ketma-ketligi ochilib boraveradi. Ochilib borgan tariflar qancha ko'p ton kiritsangiz, shuncha ko'p foyda olishingiz mumkin bu tariflar orqali. Bu yerga hozir depozit qilishni ko'rsatib o'taman. Hozir avval pullarni chiqarib ko'ramiz. Hamma bo'limi, ya'ni bosh bo'lim shunday. Ikkinchisi do'stlarni chaqirish bo'limi. Bu yerdan do'stlaringizni chaqirib, ular kiritgan tondan 2% komissiya ushlashingiz mumkin. Ular ton kiritadi va siz 2% komissiya olasiz. Masalan, 10 ton kiritsa 0.20 ton sizni hisobingizga kelib tushadi. Yoki 5 ton kiritsa 0.1 ton desa ham bo'laveradi. Xullas shunday qilib do'stlaringiz orqali ham pullar ishlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Wallet bo'limiga o'tamiz. Wallet bo'limida biz withdraft qilib pullarimizni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda o'zimizni Tonkapir hamyonimizni ulaymiz, hamyonni ulash qilamiz. Mana hamyonimiz ulandi. Bizni telegrafga olib ketib qoldi. Biz shunchaki telegrafdan foydalanib yurganimiz uchun mana bu yerdan withdraft tugmasini bosamiz. Darhol pullaringiz yechildi deyapti va 24 soat ichida tushadi deyapti. Lekin 24 soatga yetib bormaydi, do'stlar. Juda tezlik bilan tushadi. Mana bu yerga o'tib, Tonkapir hamyonimizga o'tib olamiz. Mana do'stlar, hisobimizga ton yetib keldi. Tarixni ko'radigan bo'lsak, mana 0.04 ton yetib keldi. Avotech bot deb yozib qo'yishibdi bu yerda, xuddi shunday botdan keladi. Shunday qilib do'stlar, botdan ishlash juda ham oson. Shunday qilib darhol pullaringizni chiqarib olishingiz mumkin. Bir zumda borib tushadi. Pullaringiz yetib tushadi. Bu yerga biz yana 1 ton kiritib qo'yamiz do'stlar. Tepadan Tonkapirga hamyonimizga o'zi pullaring tushdi deb xabar ham keldi. Tasdiqlaymiz. Bizni darhol boshqa qonunga olib o'tib ketib qolyapti. Biz asosan o'sha telegrafdan foydalanganimiz uchun o'sha programmaga olib ketyapti. Bu Telegramning original varianti bo'ladi.
qotmasdan ishlagani uchun shundan video qilyapman do'stlar. Hozir bu yerda darhol berish kerak edi. Biroz sust ketyapti qandaydir. Internet yaxshi bo'lmagani uchun bo'lsa kerak. Ha, mana do'stlar, darhol pullarimiz kelib tushdi va 0.06 ton foydaga chiqib olishimiz mumkin. Bu orqali atigi 22 soat, 23 soatda biz foydamizni yechib olaveramiz. Har 22-23 soat ichida. Agar siz 5 ton bilan kiritsangiz 4-levelga 5 ton sizga 0.25 foyda olib keladi. Agar bu yerda boshqa tariflarni tanlasangiz komission deydi va siz 5 tonlikka kiritganingizdan so'ng bular ham ochilib ketaveradi. Qancha ko'p tarifga kiritsangiz shuncha ko'p planlar ochilib ketaveradi do'stlar. Xullas, botimiz shundan iborat edi videomiz. Bot xuddi shunday interfeysda. Bot 100% to'lovda. Menimcha bu bot hali beri yopilish niyati ham yo'q, chunki obunachilarga juda yaxshi to'lovlar qilib boryapti va komissiyalar yaxshi ushlanyapti. Shuning hisobiga bot yashab kelmoqda 75 kundan buyon. Bu bot deyarli 2 oydan ziyod ishlab qo'ydi. Bemalol ishonch bilan pul kiritishingiz mumkin. Hali beri yopilmaydi. Ishonchli botlardan biri. Do'stlar, xayr salomat bo'ling. Video kommentariyasi va описаниеda bot havolasi bo'ladi. Telegram kanalimiz ham havolasi bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib, bu yerdan yechib olinayotgan to'lovlarni ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Xayr salomat bo'ling. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.